Tabiiyki, kunlar isishi bilan ko'pchilikda me'yordan ortiq terlash muammosi kuzatiladi. Aynan shu muammoga yechim tarzida rostdan ham foyda ko'rganligim sababli har yili bir marotaba olinadigan gipergidroz muolajasi uchun Iroda kosmetologning oldiga keldim. Gipergidroz muolajasi qo'ltiq olti va kaft oyoq terlashiga samarali muolaja. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, bemalol Telegram kanalimdan yoki Instagramimdan bepul konsultatsiya olib kelishingiz mumkin. Bu muolajadan so'ng siz saunaga yoki sport zallariga borishingiz mumkin emas. Sport va saunaga borganingizda bloklangan joylarga vujudda ekstra bosim, qizish tufayli bloklangan joylar qo'yib yuboradi. Natijada siz olgan muolajangiz kuchini yo'qotadi. Bu muolajadan so'ng siz 6 oy terlamaysiz. Biz 6 oy uchun garantiya beramiz bu sizni organizmingizga ham bog'liq. Mujib 4 oy, lekin maksimum 6 oy terlamaysiz. Bemalol meni Telegram yoki Instagramimdan bepul konsultatsiya olib qabulimga kelishingiz mumkin.